Bu programını Şinjan Ehsan Mayçılık Çekiliş Şirketi alaydı qo'llagan. Assalomu alaykum, ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Riyosatchi qarindishlar Nijat Vali Yaqubdan haminglarga suyunchilik salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining o'zimiz va o'zga millatlarning asl taomlarini tunishtiradigan Ichil dasxonim programmasi. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizni mundaq bir she'r bilan boshlashni to'g'ri topdim. Sap havoliq bo'stonliq Lopnurga kelib keting, huzurlanib jannatning fayzini surib keting. Umr cho'lponlari ko'pdir, ham suhbat bo'lib keting. Yulg'un guli ichilganda bir dasta tizib keting. Xo'sh, demak biz Lopnurliklarga aytib tunishliq bo'lgan bu she'rdan Lopnurning naqadar go'zal, naqadar mehr otashcha ekanligini bilalaymiz. Shunlashqa biz texi tong suzilmasila Lopnurliklar kentiga yetib keldik. Undaqda bugungi bir kunda bu joyda qandaq chiroyli hikoyalar yuz berdigandi, qandaq asl taomlarga, nozu ne'matlarga eg'iz tegdiganimiz. Agarda bunga qiziqsanglar, men bilan birlikda Lopnurliklar kentiga maramat. Qadrli do'stlar, hamma joy alvaqchilik to'lgan oltin kuz faslida Lopnurliklar kentiga kelganimda mening ko'z oldimda zoir bo'lgani o'xshashla oltin rangli to'g'raqlar bo'ldi. Men bir tarafdan bu yerning go'zal manzarasiga masxush bo'lgach, yana bir tarafdan nihoyat tezlikda bu joydagi to'g'raq buvoy deb nom olgan Hamidin akaning uyiga yetib keldim. Anglashlar qarag'an chog'da Hamidin aka bu joyda yashab o'tgan necha avlod Lopnurliklarning farzandi bo'lib, Hamidin aka o'zi tutib, o'zi pishirgan qoplarning nomi al ichida tarqalgan ekan. Undaqda biz birlikda vaqtni chang tutib, Hamidin aka bilan salomlashqach, uning bilan birlikda beliq tutib, pishirib yeb ko'raylik. Assalomu alaykum Hamidin aka. Didor g'animat sizni ko'rib qo'shildik. Oxir sizni topdik. Bugun ham huzuringizga kelishimizdagi maqsad Lopnurga kelganimizda atrofdagi qarindoshlarimizdan kim kavob namidan o'qishdi desak, shu Hamidin bak o'qishdi deb xizmat qildik. Bizda ustalar bor. Shundami? Unda Hamidin aka biz bugungi programmamizni bir tarafdan sizning bolalikdagi chiroyli hikoyalaringizga quloq solgach, sizdan tajribalaringizdan anglagach, yana bir tarafdan o'z qo'limiz bilan beliq tutib, o'xshagan beliq kavob qilib yesak, vaqtingiz bormidi? Voy sizlarga vaqt chiqamam. Sizlar ata yiroqdan kelsanlar. Rahmat, mushlar qarindoshlarimizning mehmon do'stligi, ko'ngilchakligi bizni intayin xursand qildi. Undaqda vaqtni chang tutib, bugungi faoliyatimizni boshlab ketaylik aka. Qani, chiroq. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjon Yemaklik Cheklik mas'uliyat shirkati alayda qo'llagan. Hamidin kamda Lopnurliklar kentiga kelgan sayohatchilar bakli jiqqa. Shunda. Doim shundaqmi yoki shunaq oltin kuz fasllarida hozirgi mush fasl jiqroq kelamdi? Ha, shu 5-oydan tutib 5-oydan boshlab 11-oyning 10-gacha qadar odam shular ko'p keldi. Lekin endi mening his qilishimcha hozirgi mush faslni Lopnurniki eng go'zal vaqti bo'ldi deyman. Butun atrof haqiqatan endi biz shu materiallarni ko'rgandek, xuddi televizorlarda ko'rgandek oltin rangga, sap-sariq holatga keldik baklar kishini. Hayajonga saldik. Undan boshqa ham ishlaymanki bu yerga kelgan sayohatchilar xuddi bizga o'xshash faqat bu yerning go'zal manzarasidan, tabiiy ekologik muhitidan huzurlanib qolmasdan, yana asl yemakliklarga, yerlik taomlarga eg'iz tiyoladi deyman. Masalan, nim tomoqlar bor. Bu yerda mishaning asli urf-odat burundan nima qilib kelayotganish, mush beliq asas qilindi. Bu damnaka undaqda hozir ekran oldidagi ko'rmalar men bilan birlikda taqozolikda siz bilan hozir biz ko'rayotganmiz qiyiqqa o'tirib beliq tutish qoldiryapti. Undaqda birlikda beliq tutamdik. Bo'ldi. Ajab yaxshi. Bugun polvon bo'lib ketadigan bo'ldim-da.
Xo'sh, hurmatli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasining Nijat Vali Yaqub riyosatchiligidagi Ichil dasturxon programmasi. Shu topda biz hozir Hamdon kam bilan birlikda biliq tutish faoliyatimizni boshlab ketdik. Hamdon kam bu asbobning ismi nima? Shashqoq. Shashqoq. Ha, undaqda shuni biliq bevos sanitsak bo'ldi ekan-da. Undaqda safarimizni boshlab ketaylik hozir. Bo'ldi. Bo'lamdi? Bo'ldi. Hamdon kam siz Mishada tug'ilib o'sgan shundaqmi? Shunda. Undaq bo'lsa, shu qiyiq haydashni, biliq tutish kichikingizdan boshlab o'rganib ketganmi? Shunda. Qancha yoshingizdan boshlab o'rgangan? Ish qilib shu 7-8 yoshlarda boshlab. Kimdan o'rgangan? Buvimizdan ham, o'zimizdan atamdan. Mening bilishimcha, lopnurliklarga nisbatan shu biliq iste'moli kunlik iste'molning muhim qismiga aylanib ketgan ekan. Shundaq. Kunda biliq yemsizlar? Asosan hamda hozir hamda bir kun yemisim bo'ldi. Burungi shu o'tganda o'chaqda shu ochliqlar bak oz mazgillar bo'lgankin. U vaqtlarda cho'qim shu 3 vaqtlik tomoqninki o'rnida bo'ladi. 1 2 3 g'ayrat qiling. Vah! Avaylan. Hem siz jim turing ha? Ma'qul. Yaxshi. Voh, nima degan yo'g'on? Siz shu beliq tutqandimi, ko'rganmi? Shundaqmi shu kemigimni chiqib baqqanmi? Biliq tutqanni ko'rgan, televizordan chiqib ko'rgan. Men kichikimda sizlarga bak havas qilatdim-chu. Doim suvning ustida yashaydi ekan, har xil biliqlarni tutib, shundaq baturga uning ustiga obyon qilib bir qillatlan biliqlarni tuta oladi ekan deb ko'rgan, lekin o'zim qo'l silib sinab baqmagan. Amdilik bog'chilarda, bunda yog'onlarda biliqlarni tutib baqqan. Lekin menimcha bu haqiqiy bir azmatlarning turmushi, haqiqiy o'g'il bolalar cho'qim qilib yiqishga tegishlik yoki beshidan kechirib yiqishga tegishlik bir xil turmush tajribasiga o'ylab qoldim. Oy beliq turdi. Sen asta aqish ketdi. Dal sanjing ha. Sal yana aldingiz tarafga qilib. Ha, bo'ldi. Ha, sanjiding. Rasmiy sanjiding. Bek yig'irga. Bek yig'irga. Ha. Og'zimda teshib yutib qo'ydim. Bo'ldimi? Qancha nomer? Bunigami? Men qancha nomer berasiz? Sizgami? 70 nomer bersak, xatosan chiqib qo'ydim o'zim. Nimishqa? Buni aslima zed bo'lib ketdi. Bu o'ttiri. Shu beliqning-chi? Mana, musha sanchilsa dal. Ma ikki tarafi bu qo'g'utg'ichi. Cho'qim musha sanchilsa, biz bunda qarab biqib. Va beliq sanchiq odamni beliqchilar kelsa, bunda sanchigan beliq qarab. Ma beliqchi ekan deymiz. Ama sizdek sanchib qo'ysa bu tunjisi ekan, bu beliqchi emas ekan deymiz. Shu biladigan bir. Lekin ama nisbatan qil yaxshi hisoblanganda, maqtab ko'rgan do'stlarning oldida. Yomon emas. Unda bo'lsa, hamda biz bugun xeli yaxshi biliqni xeli obdan tutibdi-qa, xeli jiq tutibdi. Hozir qani 6ni tutibdim. 6 tal biliq tutdik. Endi bu biliqlarni qanday pishirib yesak bular? Hamda sizlarning shu yeyish usullaringda hamda eng yaxshisi kebab qilib beraymi? Yaxshi bo'ldi. Hozir og'zimga seriq suv kelib ketdi. Chunki men anglaganim, ko'rgan shu lopnur biliqida kebab qilib yesib yeyishlik bo'ldi. Ras. Pek adamın iştahasını açıdı. Təsvirliksiz lezzetlik de bağlagan. Moşu tarım deryanın, moşu sağargan toğraqlarının qazanları, moşununğa yopraqları düşüp moşunu yeydi. Şunun için bunun da bir xil təm buldu özgüce. Nəhayət quvvetlik buldu. Quvvetlik buldu. Edepsizlik olsun sorab baxay, bu yıl qancha yaş kirdiniz? Ben 60 kirdim. 60 yaşqa. Lekin bakil teymən ekansiz. Muşundaq fəaliyyətlər bilan gündə şoğullanıb doğaşqa salamatliginiz yaxşı ekanda. Şu əmdi əlqə moşu Əmgək bo'lmasa, adam ishtiqar edi. To'g'ridir. Harakat barakat degan shu. Harakat barakat shunday. Unda bo'lsa hamdan kamda biliq tutishni o'rgandik deb ekologik muhitimiz ziyon selib amayli o'zimizning ishtoyimizga qarab tutayli biliqni. Menimcha hozir mana cho'ngidan qani 5ni tutdik shunaqo. Parang bilan bo'plarmi xeli jiq biliqlarni tutibsiz. Mana birini tutdim. Unda bo'lsa hamda mush biliqlarni pishirish bosqichiga qadam qo'yishdan ilgari, lekin men yana qiyiqni maydab baqim kelyotdi. Meni jiqtib atmassiz. Men amalda tirishma. Agar jiqtib atsam ranjimassiz. Siz dastlabda aydigan chaq jiqtib yutib baqan boshqalarni. Jiqtib. Bu atamda? Bo'lyapti. Mana uramdan qiyiqni. Qo'rqma ya. Mening jiqilib ketmaslikim uchun ekrandagi ko'rman do'stlarning oldida xijilchilik qilmasligim uchun yordam qilganingizga ko'p rahmat. Unda bo'lsa, endi vaqtni chang tutib, kebab pishirish bosqichimizga qadam qo'yaylik, bo'lamdi? Ma'qul.
Bu programmani Şinjan Ehsan mayçılık çekiliş şirketi alaydı qo'llagan. Hamdan kamda bu biliqlarni biz kovab qilish uchun yana gulxon qalaymiz shunaqo. O'tinlarni yig'ib, hamda u o'tinlarni mishadik yana o'simliklarni olmish taraflarni. O'sha to'g'roqmi? To'g'roqniki. To'g'roq asos qilib. Ha, to'g'roqniki o'tida pishgan kebab bek yeyishdi bo'ladi. Eng ibtidoiy, eng burunqi, eng tabiiy holatida. Deb bakamdoq. Siz kichik vaqtingizda cho'nglar sizni qilib bergan shaklda pishirib bering aka. Bo'ldi, anda qo'z tuz bilan pishirib bering. Ajab yaxshi, lekin buni tozlamaydi hamda. Yo'q, buni tozlaymiz. Qanday tozlaydi? Ham shu subayat tozlaymiz. Subayatlam adolatli shunday. Adalab, endi buni yerib, zihni o'tkazib, endi o'tni qilib qoqlaymiz. Bo'ldi, boshlab ketaylik. Boshlaylik. Hürmetli görmən dostlar, görüyatqınlar Şinjan televiziya stansiyasının Lopnurluqlar kentində sürətə ilinayotgan İçilda sıxının proqramısı. Amdan kam hazır nəhayət zoxşoq bilan nəhayət tez sürətdə biliqlarni tozlawatıdı. Amdaqda amdan kam mənim bilgim kelyaptı biliqni qanday qilgan çağda ham tez, ham pokizda tozlıq bo'ldi. Buni shu biliqni, shu yangi Naq maydon tabiatini tutdik mana. Tutgan vaqtimiz intayin mo'yin. Shu chaqda mana dal qilsak bu qasraqlari bu ajrab mana. Pak chiqib ketadi endi bu. Qurib qolmagan vaqtida yaxshiroq bo'ldi. Undan boshqa yangi biliq tozlayotgan do'stlarga samimiy eskartishimiz shuki, cho'qim qarisiga sirkaymiz shunaqa. Qarshi yo'nalishga qilsak uniki ajrab chiqdi ekan. Shunda biliqniki masalan tutgandan keyin diqqat qiladigan ishimiz biliqni cho'qim beshi bilan ko'tarishimiz kerak. Undan sonra men tutdim to'g'ri. To'g'ri bo'ldi. Quyruqdan tutib oldi. Bunda tutsak buni teyilib turishi bir gap, ikkinchi buning o't yenib ketadi. Bu o't eng ochiq narsa. Shunda bo'lgandan keyin beliqning ta'mini buzib o'tadi. Shuning uchun cho'qim beliqni beshidan ko'tarishimiz bu eng muhim. Demak, endi bu nuqtani alohida diqqat qilib qo'ysak o'g'idek. Yerlik beliqlar. Shunda haqiqatan yo'g'on go'shtga. Mana. Rasmiy mana semiz bu. Yog'li chiqdi bu. Mana. Buning ichidagi bu yer hozir bu shu 3 oy bu. 3 oy. Mana. Bu mundaq bir tamsil bor bu yerda. Shu beliq o'pkisiga nima quyib yegan lopluqlar deydigan bir tamsil bor. Shu bor-ku, endi shu bor. Bu gapni nurg'un odamlar mana bu yerda buni aynan nimasini deb beray. Bu ayni vaqtida. Masal yo'q, xalti yo'q. Haliqi bizniki nima qachilaydigan. Uchoqlarda bu chini deymiz, haliqi bir narsalar bo'lmagan keyin. Bu yo'g'on beliqniki modo chiqdi. Chiqqandan keyin buni mayadan aldiga kesib, mana mayadan kessak, mana qarang. Mana mayadan kesib atdik, masalan. Mana mayadan kessak, bu mana bir yo'g'on bir xalta bu. Mana xalta o'xshaydi. Buni mashinaga qachlaydi. U odamning kallasida chiqdi yo'g'on lo'qlardan. Bucha, aynan buni qachlaydi. Qachlagandan keyin buni shu vaqtlarda ochlig'a kelgili bu yer bug'doy termagandan korlar, kucha, oshalarga olib turdi. Apasa buni ham usuliga dayzomgan mashina qachlaydi. Qachlab, og'zini bo'g'ib olib, buni apmangdi. Mangandan keyin u yerdagilar so'rab, ma korulning odamlarga basib, u qo'niga kelganlarni berib so'rasa, va bu nima desa mashina quygan ekan. Pah. Bu korul, bu lopluqlar beliq o'pkishni quyib yegan deb, mana mashinadan tamsil qilib, shunaqa bu shunaqa qilgan. Ayni vaqtida mashina 3 oyni mashinaga selib, haliqi ilag'inlarga amanda apirib, amani sayya deb apirib yurib, buni haliqi boshqa sirtdan kelganlarga bu nima desa o'pkishni quygan to'q degan. Ayni vaqtida quymaydi, amaniga qachilagan. Shunaqa, "Vo, beliq o'pkishni quyib yegan lopluq." Demak, ham ba'zi bir maqol tamsillarning kelib chiqishiniki o'zining bir orqa ko'rinishi bo'ldi, ha. Mushu gapnikimi o'ziniki bir hikoyasi bor ekan o'ziniki. Yasinjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana Qaydo shirkatida pintoz zavodiga kelib qoldik. Qaydo pintozlari turli isil xom ashyo va ilg'or texnika bilan sifatli, ta'mlik ishlanib, xalqimizni so'yindirmoqda. Bu pintozlar ishtahoyimni ichib, hozir yeyim kelmadi. Hozir hamma uy oshxona restoranlarda Qaydo pintoz siniliydi ekan. Bu pintozlar xuddi tutganim torsidek. O'zim tatgan lag'mandek. Qaydoni obdan bil, qaydudu dema. Isil pintozi Qaydoda, endi ham yema. Qaydo pintozlari.
Hörmətli görmən dostlar, Şinjan televiziya stansiyasının Lopnurluqlar kəntində görünüşkə ilıbatqan İçildasının proqramısı hazırına ait qızğın keyfiyyatı davamlaşatıdı. Şu tapda biz Hamidun akı bilan birlikdə tutub gələn beliqlərimizni parçalab bunu kavab qilishqa tutuş qildıq. Hamidun akam həqiqətən nəhayət qulu gül ustikə, nəhayət çaqallıq bilan beliqlarning qarnını yerib, onun zıq ötkizish bosqichini boshlab ketdi. Hamidun akam, bu bosqichni tamomlash uchun biz oldi bilan qarnını yerib olamiz beliqni, shundaqmi? Shundaq. Zıxni ötküzümüz. Bu zıxni ötküzüşdeki məqsəd beliqning go'shini tutib turdi. İkinci birisi kərilib su otqa, otning tavıqamdan bo'ldi. Demək ki, İkinci birisi yulğun, bu yulğun mana hozir shu yulğun tayyor materiallarda tabiiy. Buningki bir xil o'zgacha ta'mi bor. Shundaqmi? Buningki masalanga bu yulg'unninki alohidligi, dorilik roli bu intayin yuqori. Buni qanday desangiz, masalan, yurak sanjig'i bor odamlar yulg'un yelimini shu zamat ishda to'xtaydi. Bu haliqi ig'izga sağan doğrudummu bak ishtik buni tezlik. Tezlik nimasi bak ishtik. Kavob bir narsalarni yulg'undagi bir xil ta'mi bor, buningki bir xil doğruluq roli bor deb qarash. O'zgichimizlik bo'ldi ekanda. Lekin men o'ylab qoldim, ham deb biz odat kavoblarni zixda, ya'ni temir zixlarga o'tkazib beramiz-ku. Bu agar kuyib ketib qolsa, beliqninki ta'miga ta'sir yetkazmamdi yoki bu boshqa xil usulda pishiramdiq ya. Qaysindaysiz mujima? Beliqni. Bu ko'ymaydi. Ko'ymamda. Bu yo'l emasmi? Yo'ymaydi. Bu yo'l, ya'ni endi darhol ushlab ilingan zixlar bo'lmaganligi uchun ko'ymaydi ekan. Ko'ymaydi. Yana birisi bu, ikkinchi birisi go'shtning ichi turdi emas? Biz tutgan bu beliqlar xili cho'ng beliq hisoblanaganda. O'tir halamdi. Burunqo munda beliqlarni ko'rsak, mana bu qo'rini yesin buni deydik hamda. Hozir o'zimiz yeydigan bo'lib ketdi. Demak, hozirgi nisbatan ham xili bo'lib qoldigan beliqlar. Demak, ham bu gapingiz qaragancha burun Abay bizga deb berganda shu 30 kiloluk beliqlarni tutib kelib qolibdi ekansizlar. Shu yo'g'on, cho'ng bo'lmasa, sen bu qo'rinidan tatib olsa, mana zangli qilibchi. Bunda beliq tutib kelsak, ota-onamiz mana qo'rinidan tashiyotgan beliqni chiqib keldingmi yo tutib keldingmi deydigan bunday gaplarmi chiqibdi shu. Endi omdinka bizning programmamizdan bundaq bir kichikina bir sahifasi bor. U sahifasi nima deganda bizning programmamizni taklif qilgan sizga o'xshash aziz, hurmatli, muhtaram mehmonlarimiz bir tarafdan o'zi nihoyat tunishlik bo'lgan tamoqni aytib bergach, yana bir tarafdan bizga o'zi ayta oladigan bir naqshini aytib berdi. Alsaq siz ham naqsh ayta oladi deydi. Men shuni qilmaydigan biri. Bundaqda bir tarafdan bizga g'ingshig'ash, o'zingiz yaxshi ko'radigan bir naqshni aytib beramiz. Hamda biz Lopnurga keldik, sizning bu o'xshagan qoplaringizga eg'iz tekkash, yana biratadim shu Lopnurning naqshlariga quloq solmasaqmi? Bo'ldi. Bilmegenni bildirip, uqmayganni uqturup, qachon qo'lga olursiz bu ko'ngilni tindirib. Demetlikler içide taşlib etmen sındırıp. Taşlib etmen sındırıp, yürek boldi çekpare, sizi salgan otunuz meni qildi avare. Rahmat, menimcha ekranidagi bizningki suyimli ko'rmanlarimiz naqshangizni anglab cho'qib men bilan birga chavak olqishlar yangratdi. Rahmat aka. Jo'shqinlik quvvatdan keladi. Jo'shqinlik yoshlikdan keladi. Jo'shqinlik erkandan keladi. Men o'zim ishinaman. Erkanga ham shundoq. Hem de beliqni shunday qilib boldik-ku. Ham buningga cho'qim tuz sepishimiz kerak. Bu yerdan sizga dedim-ku, men o'zimninki nima bo'yicha tuz qilib pishirib beraman-da. Chunki men tuzni hamda shunday yo'l vaqtida buni sepyapmiz. Chunki go'shtga oldidan sepib qo'ysak, go'sht qattiq bo'lib qoldi. Shundoq. Chunki men beliq bu suvda yashagan narsa, buni shu hozir tuzni besib etib, andin kavob qilishga boshlaymiz. Shunaqmi? Buningga ishlatilgan tuz odat biz uyda ishlatilgan osh tuzi bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Alayda boshqa tuzlar bo'ladimi? Ba endi hozir shu tuzlarga yuzinib ketib qoldik. Bo'lmasa biz shu bunday qilib ko'lchaklarga yig'ilgan sho'riyalardan shuni kelib shu tuzni ishlatdik hamda. Hozir ham shu tuzga yuzinib ketdik. Bo'ldi shunaqmi? Bo'ldi. Ma tuz hamda sap hamda yaxshi tuz bu. Tuz emasmi?
Buldu amdan kandaqda axırda yana 2 tal bilan qapdı. Siz bilan birlikdə mən qolsaq işləp Bir qilib baqqan bo'lsangiz degan. Buldu ma'qul. Yuqoridan sizlar qilganingizda ko'rdim, lekin sal jiddiylashyaptim. Siz kuliblam jiddiylashtiriib barsiz odamni. Shundaqmi? Avval pichoqni ishga uramdim. Ma boshdan. Mayadin. Urma. Shundaqmi? Vah. Mushkundagi bolalar sal kuch oz bo'ldi-ku bilakda. To'g'rimi? Urduq. Sal boshroq salamiz. Kuchim xili bojimi? Nima degan shu har haftada 8 kun chiniqaman. Endi mushani ajratasiz, mayani. Musha ishkiyani ajratasiz. Chaqurma shunami? Endi siz zodi rasmiy menga shagirtga yaraydigan bo'lib qaldingiz ko'rib. Qamlashdimi? Qamlashdi. Mana endi rasmiy bo'ldi. Endi mushani mushuni ko'rib oldingiz, mushlar yerib o'tkazsangiz. Hozir bu aslinimi yarimiz shunaqmi? Beyanimi, shunami? Endi yerib atmasak pishmaydimiz. Shundaq. Ikkala tarafga uramdim. Ikki tarafga. Ashada bir cho'ng bir ustixon bor. Shuni hozir omdinkam meniki shu pichoq tutishimni esa yaratmayotgandek qildi, lekin amaliyotda shu ichildasiqning programmasi yo'l qo'yilgandan buyon men qo'yimni so'yib baqdim qarang. Xili jiq tajriba saboqli qolib qoldim. Ammo shu narsaning hammani o'g'il bola nima manda qildimmi kerakmi? Boshqalar so'yib qo'yib, bunda yepib qo'yib, sidatda bunda ochdi kerakmi? Yo'q, undan emas. Shu programmani ko'rgan bo'lsangiz chiqib biladi. Birinchi qilmishlardan boshlab o'tkazamiz. Baş tarafdan. Ish yerdan shunaqmi? Mana. Qo'y so'ygunimiz birasiga. Ishondingizmi? Ishondim. Bizning bu programmamizmi mana shunday faqat do'stlarga yeyishla emas, o'zi qo'l silib etib turib yeyish. Qatorliq texnikalarni yaxshi ekanmi sizlarning o'rgatish. Chunki bunday bo'lgan chaqda biz shu etayotgan tamoqimizning qadriga, yeyotgan oshlig'imizning qadriga texmi yetimiz deb o'ylaymiz. Shundaqla albatta o'zi qo'l silib etgan tamoq texmi yeyishlik bu. Shundaqmi? Texmi pokiza, texmi ishonchlik. Shunaq. Avnaga siz yuqorida bizga o'zingiz yoqtirib aytgan Lopnur xalq naqsini aytmadingiz-ku? Hamma bir Lopnur xalq naqsini bilmay qarab. Qizil gulim degan naqsha. Voy! Xudo xolasa bir tarafdan biz bu mashg'ulotimizni davomlashtirgach, bir tarafdan menga bir qo'shiq aytib bersangiz. Men shuni yasab olmasam. Aytdim unda olsa. Bo'ldi. Qizil gulim qarchug'aning balasi qandoq qilay ey ko'zimning qarasi. Qanat yasab uçup barsam yanınga saqiyar idi bu yürekning yarası. Ondaydı. Doğru aytdingiz. Siz zodi sizni mishadin berib aytsangiz siz Lopnurliqmi? Shunami? Hozir men Lopnur bilan texnik yarış ketdi. Unda bo'lsa hozir qaqlashni boshlab ketamdi. Qaqlayli. Sizmi? Bu yoqdek o'tkazganni siz birini qaqlang. Bo'ldimi? Bo'ldi, asosan bo'ldi. Oldiga jiqilib ketmagandek bo'ldi. Shunday qilmasak, mana bu beliqimiz bo'lmaydi ekan. Mana shu mayyadan qilaylikmi? Mana. Endi beliqlar pishishga boshlaydi. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Hozir biz tayyorlagan bu beliqlarga hech qanday boshqa sun'iy materiallar qo'shilmadi ya, tantanishli qurishlar, faqat tuzla. To'q buningga. Undan boshqa hozir ekradagi do'stlarimizni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Buni o'zining miyi chiqib, hozir paraslab, kuyayotgan shu to'g'raqning ustiga tushib, shunday bir xil odamning ishtahasini ochadigan bir manzar shakllandi hozir ko'z oldimizda. Buniki qarasak ancha o't ancha jiqilmaganda qildi, harorat xil kuchli bo'ldi-ku. Hozir misha turibmi? Qizyapmiz, qizib ketib bormiz. Endi bu odatda shundoq sanjib qo'ygandan keyin o't tayingan holatida o'tning haroratida qancha vaqt pishadi? Buni
Endi hozir mushu beliqni 20 minut atroflarida pishadi. 20 minut atrofida pishadi. Ha, shunday atrof. Lekin biz endi yo'g'on haliqi 5 kilo, 6 kiloluk beliqlarni o'yindoq o'tqa qaqlab qo'yib, taz yiroq qilib taz bilan qaqlab qo'yib, beliq tutqili ketib, qo'saq ochqanda kelsak bu pishib tayyor bo'ldi. Vah, vah, vah. U bir xil. U vaqtdagi lazzati boshqacha. Shunday. Hozir men hamon yegilarim kelib ketib bordi, tasvirliksiz lazzat. Balki menda uzun yil shu beliqchilik bilan shug'ullanganliginglar, shundaqla uzun yil beliq iste'mol qilganliginglar sababidan bo'lishi mumkin. Olsam shu lopnurliqlar beliq yegan chog'da noiti ishtaha mazza bilan yeydiki, bir tarafni yegash, bir tarafni og'izlam qiltiriqlarni ajratib chiqarib yetalaydi deydi. Shundaqmi? Endi u haliqi kichik ayni bunda o'mlab yurgandimi? Shu beliqni yeb o'rgangan keyin. Rost. Cho'qib chiqaryapti. Qo'lni tutishning yeb chiqaryapti. Jog'idan. U kichik vaqtida yegan endi. Buningdan haqiqatan shu beliqchilikning, ya'ni beliq iste'molining sizlarning turmushinglar bilan, ya'ni endi lopnurliqlarningki turmushi bilan naqadar chambarchas bog'langanligini bilib olg'ili bo'ldi. Shunlashqa bu haqiqatan sizlarningki turmushinglarning ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Hozir yana pishirganga bir 5 minut qoldi deyman. Qarsak hozir bu pishgan seri rangi oqarishga boshlaydi oq tarafidan. Shunday, qarisi qarib, iqi oq bo'lib. Hozir endi shu yaxshi ta'mlik pishirish uchun men o'tdan sal egiz qo'yib qo'ydik. Endi bir tezroq pishirish bo'lib qolgan bo'lsa, sal yana azroq aytib olsa, vaqtida kuyib qoldi. Shunday yaxshi pishmay qoldi. Hamnikamda maydonga ma'lum lopnurliqlarning yana uzun umr cho'lponlari degan ayt chiroyli bir nomi bor. Demak, endi bu nomdan biz lopnurda uzun umr ko'rgan bizning peshqadamlarimizning, cho'nglarimizning ayt ko'pligini bilalaymiz. Jumladan yuqorida sizlab o'tgandek qarshi siz o'zingiz 60 yosh kirdim degan bilan amaliyotda Amdli 30 ga kirgan qarshidek turibsiz. Rahmat. Endi mana shuningdek sizlarning jo'shqinliklarini, yoshliklarini, tan saqliqlarini saqlab turishinglarda shu doim beliq iste'mol qilishinglarmi sabab bo'lib qolganmi? Sabab bo'ldi. Masalan, bu insonning-chi eng shu o'zi yoshga kirishdiki ishda ikki narsa, bu inson tenidagi ikki narsa eng muhim narsa. Hapshiq angdolaydi. İki narsa eng muhim narsa. Birisi oshqozon. Oshqozon. Birisi qon. Shuningga beliq yegan odamning oshqozonidan chatoq chiqmaydi. Yana birisi shu beliqningki masalan 500 yil, 1000 yil bo'lgan ustixonlarini so'qib yesa, burunqi shu hozir men rak kasal deydi. Burunqi jal kasal. Mana shuni shu foyda qila oladi. Bilak narsa buni foyda qila olmaydi. Mayli beliq iste'moli bo'lsin yoki bir kundagi normal shu vaqt tamoqdagi umash iste'moli bo'lsin yoki siz degandek har xil tabiiy o'simliklarning iste'moli bo'lsin, bularning hammasi lopnurdagi odatdagi taomlar hisoblanadi ekan. Shunlashqa tenini ayt salomat. Shundaymi? To'g'ri. Mana pishibdi. Xo'sh, ekrandagi ko'rman do'stlar. Ichil dasqini programmamizning Lopnurliqlar kentida suratga ilinayotgan bugungi soni oyoqlish oldida turgan 3 minutlarda biz qoqlab pishirgan beliqniki xush hidimi bizga o'zgacha huzur ato qilmoqda. Balkim bizning bu programmamiz ekran oldidagi sizlarga o'zgacha estetik so'q ato qilgan bo'lsa kerak. Undaqda keyingi programmamizda Nijat sizlar bilan birlikda yana qanday o'xshagan tamoqlarni tayyorlashni o'rgandigandi. Agarda bunga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli keyingi Ichil dasqining programmamizda bo'lsin. Qarindoshlar, undaqda keyingi Ichil dasqining oldida yuz ko'rishgacha xayr xo'sh, aman bo'linglar. Buldaka, undaqda siz olib beramsiz. Anlat yasak uçup varsam yağmur